Nega Erling Holand Real Madrid darvozasiga urgan golini nishonlamadi? Buning sababi ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Chempionlar Ligasidagi Manchester City va Real o'rtasidagi o'yin birinchi daqiqadan oxirigacha juda keskin kechdi. Bu har bir vaziyat hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan uchrashuvlardan biri edi. Manchester City penalti ishlab oldi va stadion jim bo'lib qoldi. Holand to'p oldiga xotirjam yurdi. Yuzida sovuq, ishonch. Hech qanday shoshilish yo'q. U zarba berdi va to'p aniq tarzda to'rga kirib ketdi. Lekin aynan shundan keyin hammani hayratga solgan holat yuz berdi. Hech qanday bayram yo'q, hech qanday qichqirish, jest yoki tribunalarga qarash ham bo'lmadi. Holand golni nishonlashdan bosh tortdi va aynan shu paytda hamma narsa o'zgardi. Bu sukut tasodif emasdi. Bu takabburlik ham emasdi. Bu xabar edi. Avvallari Holand kuchsizroq jamoalarga urgan gollarini juda hissiy nishonlardi. Go'yo oddiy gol ham katta voqeadek tuyulardi. Ammo bu safar Realga qarshi